Assalomu alaykum qadrli teletomoshabin do'stlar. El ardog'idagi insonlarga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Qadrli teletomoshabin do'stlar, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston Respublikasi birinchi darajali mehnat faxriysi Bog'otlik Farxat aka Jabbor bo'ladilar. Farxat aka, shu qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbat o'tkazayotganingiz uchun sizga katta rahmatlar aytamiz. Rahmat. Umuman bu telekanalga taklif qilinganligini eshitib xursand bo'lib ketdim. Chunki bu telekanalni O'zbekistonning barcha mintaqalarida, hatto qo'shni respublikalarda eshitib, hozir odat tusiga kirib borayotgan ekan, ko'pchilik odamlarning telestudiya haqidagi fikrlarini eshitib quvonib o'tiraman. Bu yerga kelganimdan juda ham katta minnatdorman. Taklif qilinganligimiz uchun katta rahmat aytaman. Farxat aka, ko'rsatuvimizda an'ana bor. Bulan bo'lsa, o'z hayot faoliyatingiz, bolalik chog'laringiz, ish faoliyatingiz to'g'risida gaplab bersangiz, marhamat. Men 1942-yil 21-iyunda, ya'ni o'sha davr tabiri bilan aytgan vaqtda Ulug' Vatan urushining 1 yillik davri tugab, 2-yili boshlanayotgan davrda Xanqa tumanida dunyoga kelganman. Bu Xanqa tumanida dunyoga kelganim bilan meni otam o'sha davrdagi tartibga binoan Yangarik tumaniga ishga yuborilgan. Bu Yangarik tuman markazidagi Maksim Gorkiy hozirgi Zamoxshariy maktabiga direktor lavozimiga yuborilgan. Biz ham shu munosabat bilan Yangarik tumaniga borganmiz va Yangarik shu paytda Bog'ot tumani bilan qo'shilib bir rayonni tashkil qilgan. Demak, o'sha paytda Yangarik tumanida bolalik chog'ingiz o'tdi. Shu. Otam O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi bo'lgan, mutaxassisligi fizika matematika o'qituvchisi, direktor, Yangarik tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri lavozimlarida uzoq yillar ishlagan. Ammo urush asorati tufayli yosh ketgan dunyodan. Men 1949-yilda shu mamlakatimizda urush asoratlari endigina tugatilayotgan paytda 1-sinfga o'qishga borganman. Bu o'zimizning qishloqdagi Yangi Qadam nomli hozirgi 44-sonli maktab edi. Endi bu maktabni ta'rif qiladigan bo'lsam, hozirgi davrdagi yoshlar, hatto o'rta yoshlar ham ishonmaydi. Bu maktab binosi loydan qurilgan. O'sha davrdagi kolxoz deb ataladigan jamoat xo'jaligi ishlovchilari ko'magida, demak, hashar yo'li bilan qurilgan. Taomlari xuda bilan bostirilgan, yakan, qamish, shunga o'xshagan narsalar bilan bostirilgan. Şifir yok. Şifir o'rnida haligi tepkilangan loy, G'olangir deb aytiladi Xorazmcha. Ana shunday bino, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, chakka o'tib turadi. Demak, shunday qiyin sharoit bo'lgan ekan. Shunday qiyin sharoit. 7 yillik maktab. Maktab ham o'sha paytda ta'lim olish 7 yillik majburiy edi. Hammasi bo'lib 6 sinf xonasi bor. 2 smenada o'qitiladi. Hozirgi maktablardagidek maktab direktori uchun alohida xona, uni o'rinbosari uchun alohida xona, kutubxona degan umuman yo'q, meditsina xizmati ko'rsatadigan xonalar yo'q. Bu direktor o'rinbosarlari uchun, xo'jalik mudiri uchun alohida xonalar yo'q. Maktabda elektr yo'q, gaz yo'q. Bir mana shunday vodoprovod suv ham yo'q. Bu quduqdan suv ichiladi o'sha payti. Ana shunday sharoitdagi maktab edi. Endi o'qituvchilar tarkibi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, oliy ma'lumotli o'qituvchi umuman bo'lmagan o'sha payti. 1-2 nafar to'liqsiz oliy ma'lumotli, ya'ni 2 yillik oliy o'quvchilarni bitkazgan, ular sirtdan bitkazgan mana shunday o'qituvchilar. Pedagogika bilim yurtlarini bitkazgan yoshlar, hatto 10-sinfda bitkazib o'qituvchilikka moyilligi bor bo'lgan insonlar ham o'qituvchilik qilgan.
Beni şu 7. sınıf geçerli okutkan fizika, matematika okutuşum 10. sınıfta bitirdiğim okutuşuydu. Lakin şuna açayım gerek ki bu okutuşular vicdanlı. Şu özüde bar birimli balalarga yetkide aladigan insanlar edi. Şular tüfeyle maktabning obro'si juda bir ko'tarilib borgan ana shunday ajoyib maktablar edi. Endi 7 yillik maktabni bitkazganimizdan keyin qishloqda o'qishni davom qildirish uchun o'rta ma'lumot oladigan maktab yo'q. Eng yaqin maktab İskender Do'stov jamoat xo'jaligida Narimon nomi bilan ataladigan hozirgi 3 sonli maktab menga turar joyimga 11 kilometr edi. 11 kilometr şu hozirgidek asfalt yo'llar yo'q, tosh yotqizilgan yo'llar yo'q. Şu yoz paytlari chang, to'zon, qishda loy, ana shunday sharoitda o'qishga to'g'ri kelgan, piyoda qatnab o'qiganmiz. Demak, Yangiariqdan Bag'atga qatnab o'qigansiz. Yo'q, Bag'at tumani endi meni ona qishlog'im Bag'at hududida. Şu ana hududidan mana shunday Maktabgacha 11 kilometr. 11 kilometr. Endi sal bir 3 oy o'qiganimizdan keyin qo'shni yana bir qishloqdan 11 yillik maktab tashkil etildi. U 9 kilometr edi. Lekin bir botqoqlikda o'tib boriladigan joylari ham bor edi. Hatto shuni aytishim kerakki, biz mana shu qiyin bir sharoitlarda ba'zan eshak minib ham maktabga borganmiz. Eşek'e minib borar dedik. Eşek'in maktabi etrafında aylık kazıkını kalkıp koyup, bağlab qo'yib şu mashg'ulotlardan keyin yana şu eşekte qaytgan paytlarimizdan bo'lgan. Hozirgi o'quvchilar, hozirgi yosh avlod bu qiyinchiliklarni tushunmasa kerak deb o'ylayman. bunday qiyin sharoitni ko'rmaganda, Bunday qiyin sharoitni ko'rmagan. Endi oilalardagi ahvol, turar joylardagi ahvol, hozirgidek bu ajoyib bu chiroyli darvozalar, chiroyli eshiklar, chiroyli oynalar bo'lmagan. Hatto tuynik oyna o'rniga tuynikli xonadonlar ham bo'lgan. Farqat aka, xalq ta'limida necha yil ishladingiz? Xalq ta'limi tizimida men 25 yil, shundan 23 yilini maktab direktori bo'lib o'tkazganman. Lekin boshqa tuman partiya komiteti, tuman ijroiya komitetida ishlagan paytlarimda ham ishim shu maktab sohasiga rahbarlik bilan bog'liq bo'lgan. Demak, bugungi suhbatimizni asosan ta'lim to'g'risida, ta'lim bilan bog'liq qilib o'tkazsak bo'ladi, to'g'rimi? Shu. Farqat aka, keyingi vaqtlarda prezidentimiz, muhtaram prezidentimiz najot ta'limda, najot bilimda, najot tarbiyada deb biz aytmaydi. To'g'ri. Shu jamiyatning qanchalik rivojlanishi, odamlarning qanchalik yaxshi yashashi hammasi ta'limga bog'liq, shunday emasmi? To'g'ri. Bu borada sizning shaxsiy fikringiz qanday? Mani shaxsiy fikrim, mana o'zimni eng avvalo bir qanday oliy ma'lumot olganligimni aytib bering. Men 59-yilda 10-sinfni bitkazgandan keyin Urganch davlat pedagogika institutiga imtihon topshirish uchun bordim. O'qituvchilik, otam o'qituvchi bo'lganligi, onam ham shu ta'lim sohasida bo'lganligi uchun men shu o'qituvchilik kasbiga mehr muhabbat qo'yib, shu Xorazm davlat pedagogika institutiga bordim. Men umuman yosh paytimda she'r yozishni, maqolalar yozishni, kichik o'chir shunga o'xshagan narsalarni yozishni orzu qilar edim. Shu borgan yilim o'zbek tili bo'yicha qabul yo'q ekan institutda. Keyin otam kasbini tanlab fizika, matematika bo'yicha nimaga imtihon topshirishga ariza berdim. Endi 5 imtihon fizika og'zaki, matematika yozma og'zaki, o'zbek tili adabiyotdan insho, oxirgisi rus tili. Maktablarda rus tili o'qimaymiz. Mana bu chet tili fanlarini o'qitish uchun bizga uzoq respublikalardan, xususan Tataristondan, Boshqirdistondan,
Rusya'nın şimdi türlü tümen ülkelerden okutuşlar kelgan. Ular bu yerdeki şaraitga ya ko'nikkan, ya ko'nikmagan. Ko'nikmagan yerlar qaytib ketgan. Şu neticede biz rus tilini yaxshi o'qimaganmiz. Haligi 4 fandan ikkisinden 4, ikkisinden 5 alıp endi rus tiliga kirdik. Rus tiliga kirgan vaqtimda hozirgidek yodimda imya существительное degan savol tushgan menga. Shuni ta'riflab berishim kerak. Bu o'zbekchasi söz türkümüden at deganga ta'rif berishim kerak. İkinci savolu bir tekstini Rusça okup bunu tercüme qilishim kerak. Üçüncüsü Rus şairlerden birontasinin bir she'rini yoddan o'qib berishim kerak. Endi bilmayman. Lekin men fizika matematika fakultetiga imtihon topshirmoqchiman. Shu fakultetga kirib mutaxassis bo'lmoqchiman. Rus tilidan imtihon bor. Rus tili imtihonida javob berishim qiyin bo'lib turibdi. Bu o'qituvchilar ko'rib turibdi. O'zlarim qiynalyapti. Bu bir-biri bilan maslahatlashdi. Hozirgidek tez emas bu payti. Bu payti o imtihon oluvchi o'qituvchi yaningizda o'tiradi. Biletda savol. Shu savolga qarab javob berish kerak. Ular bildi. Bu kuyinib ham turibdilar. Shundan yaxshi topshirdi imtihonlarni. Qiyin fan, yaxshi topshirdi. Mutaxassisligi rus emas. Lekin imtihon ham kerak emas degan ona nima bunday baho qo'yaversak. Nima qilamiz endi deganda shu qiziq o'zim aytib berajekman-da bu nimani. Shu bir o'qituvchi bunga bir amaliy savol beramiz dedi. Şu savolni bilishine qarab xulosa chiqaramiz dedi. Mana dedi yosh kattaroq o'g'lim dedi, mana hozir siz nimadan chiqdingiz dedi. Bu sinfxonasidan chiqdingiz dedi. O'ng tomonda trotuarda qayrilgan joyingizda bir kichikroq magazin bor dedi. Shu yerda sotuvchi rus qizi dedi. Rus ayol dedi. Sizga ko'ylak kerak dedi. Shu ko'ylakni menga ko'rsating deb qanday ayta olasiz, tushuntira olasiz dedi. Bu hayajonlanib ketdim. G'oyibdan bir quvvat kelgandek bo'ldi. Mana men dedim chiqib borayotirman dedim, shu trotuarga boryapman dedim. Eshikni ochdim, chiqdimda yana nima qilib mana do'konga kirdim dedim. Mana dedim, bu yerda dedim, polkalarda haligi kiyimlar osilib turibdi deb shu imtihon bo'lib turgan nimani ko'rsatdim. Shunda qo'limni uzatamandan "Devoshka, ko'rsatganskiy" deb aytaman dedi. Shu haligi o'qituvchilar birisi bu yoqqa engashib kuladi, biri bu yoqqa engashib kuladi. Keyin o'zi imtihon topshiruvchilarning shu kayfiyati shunday ko'tarilib ketdi. Mana dedi, bu kelajakda yaxshi mutaxassis, yaxshi o'qituvchi bo'ladi bu dedi. Bilmay qarasam hali imtihon varaqasi degan varaqani qo'limga berdilar. Xor deb yozilgan rus tilida. Ana shunday qilib o'tib ketdingiz. O'tib ketdim. Endi bu menga juda katta alam qildi. To'g'risini aytaman. Kutubxonada, institutning kutubxonasida juda ko'p nimalar bor edi. Ruscha, o'zbekcha lug'atlar, o'zbekcha, ruscha lug'atlar, razgovorniklar bor edi. Shularni olib, men fizika, matematikaga qaraganda kechasi bilan o'qib o'rganib, şu rus tilini shunday mukammal o'rganishga o'zimni ahd qilib, yarim yilda shu institutdagi rus fakultetida o'qiydigan bolalar bilan bemalol gaplashadigan bo'ldim. Yakunlanganda ruslarni o'zidan ham ko'proq hali iqtisodiy terminlar, siyosiy terminlar, bu ijtimoiy terminlar bor-ku. Bularni ruslarni o'ziga qaraganda ham yaxshiroq biladigan bo'ldim. Keyin bizga haligi rus tillari o'qitildi. Shu o'qitilganda bizga topshiriq berildi kanikulda. Как я провел летние каникулы degan mazmunda insho yozib kelasiz degan topshiriq bo'ldi. Yozgi dam olishni qanday o'tkazasiz? Yozgi dam shu men o'zim yozdim. Shu yozib kelgan inshomni haligi o'qituvchiga topshirdim. Topshirgandan keyin buni dedi o'qib ko'rib sen yozgan emassan dedi. Men yozganligimni isbot qilib beraman dedim. Qanaqa isbot qilasan dedi.
Ben dedim ağızdaki hazır yazgan nimemi aytaman dedim. Siz tekstçe karab durun dedim. Ben haligi yazgan nimemi ayttım. O tekstçe karab boldu dedi. Özün yazgana kelsen Demek dedi. ustaz Rahmat dedi. ışandı, ustaz ışandı. Keyinchalik şu inşa institut o'qituvchilarining ilmiy kengashida muhokama qilingan. Shu o'qituvchi joylari jannatda bo'lsa o'tib ketgan deb eshitdim. Shu mana shu kelgan paytda rus tilida hech narsa bilmas edi. Buni qarang yozgan inshosini deb. Otanazam Madraxonov degan rektor edi. Mana ertangisi kuni shu ilmiy kengashdan keyin ertangisi chaqirdidan, o'g'lim dedi, seni rus tili fakultetiga o'tkazaylik dedi. Hozir dedi maktablarda rus tili o'qituvchisi yetishmayapti dedi. Endi men o'ylanib turdimda rozi bo'lmadim. Sababi otam fizika matematika o'qituvchisi bo'lib, shundan baxt topgan. 27 yoshida O'zbekiston institutida xizmat ko'rsatgan o'qituvchi unvonini olgan. Degan nom bilan otam izidan boraman degan bilan rozi bo'lmadim. Lekin mana shu tilni o'rganganligim bence hayatımda judayam asqatgan. Doğru. Juda. Hali bular haqida to'g'ri kelganda aytib beraman. Doğru. Farqat aka, mana e'tibor berib qarab o'tiradigan bo'lsak, otangiz ham o'qituvchi bo'lgan, siz ham o'qituvchi. Demak, o'qituvchilar sulolasi desak bo'ladi. Shu. Farzandlardan bormi o'qituvchilar? Bor. Mani kelinlarim ham o'qituvchi, o'g'illarim ham o'qituvchi. Hammasi umuman mening sulolamda o'tirib bir kuni turmush o'rtog'imiz bilan birga bir sanab chiqdik. 17 nafar nabiramiz bor ekan, 20dan ortiq chevaramiz bor ekan. Ana shunday bularning orasida xalq xo'jaligining hamma sohalarida ishlaydiganlar bor. Tadbirkorlar ham bor. Mana bitta bir nevaram Zominda turistlar uchun mehmonxona ochib qo'ygan. 1000 kishilik mehmonxona. Men baxtli insonman. Bitta o'g'lim mana qandalachilik sexi ochib qo'ygan. Qayerda? Xitoydan оборудование olib kelib, hozir 17 xil mahsulot chiqaradi. Bir 20dan ortiq ishchi o'rin ochib qo'yibdi. Men Qayerda? Shu o'zimizning mahallada. Bag'atda. Mahallada. Ana shunday baxtli insonman. Farqat aka, o'qituvchini bir shoirlar bo'lsin, so'z ustalari bo'lsin, mevali yog'ochga o'xshatadi. To'g'ri. Uning mevasidan bütün odamlar foydalanadi, odamlar bütün jamiyat o'qituvchining mevasidan chiqargan o'quvchilardan bütün jamiyat foyda ko'radi. To'g'ri. Jamiyatdan o'z o'rnini topadi degan fikrlar yurtdi. Bu haqiqat. Bu nimalar juda o'qituvchilar haqida yaxshi fikrlar aytgan. Haqiqatan ham agar ta'lim, tarbiya oqsoq bo'lsa, u jamiyatda rivojlanish bo'lmaydi. Ta'lim, tarbiya, mana hozirgi prezidentimiz nimaga bu ta'lim, tarbiya sohasiga alohida e'tibor beryapti? Her xil nimalar usullar, islohotlar bo'yicha chet mamlakatlarning tajribalari o'rganilyapti. To'g'ri. Shu o'qituvchi bu meva beradigan inson bunday qaraganda, jamiyat uchun ozuqa beradigan, jamiyatni rivojlantiradigan inson. Jamiyat bahramand bo'ladi. Biz har bir shogirdimni yutuqidan men quvonaman. Shogirdlarim ham oldimga kelib maslahatlar so'rab turadi. Mana shunday e'zozdagi insonman desam ham bo'laveradi. Farqat aka, ba'zi shogirdlaringiz ikki xil bo'ladi axir. Birisi hayotdan o'z o'rnini topib, shunday baxtli insonlar qatorasiga kiradigan bo'lsa, ba'zilari shu hayotdan o'z o'rnini topolmay yuradiganlar bo'ladi. Bor. Bular asosan nimaga bog'liq? Bor. Endi bu ko'pincha bu oiladagi tarbiyaga bog'liq, maktabda olgan tarbiyasına bog'liq. Mana aytganingiz to'g'ri. Men shu nuroniy jamg'armasida bir maslahat guruhi degan guruh bor.
shu maslahat guruhida ta'lim tarbiya sohasi bo'yicha rahbarman. Maktablardagi nimalarni olib borilayotgan hozirgi ishlarni ko'rib turibmiz. Ders jarayonlarini ko'rib turibmiz, rahbarlik uslublarini ko'rib turibmiz, maktablarning erishayotgan muvaffaqiyatlari, kamchiliklarini ko'rib turibmiz. Ular bo'yicha maxsus hisobotlar tayyorlab, yuqori tashkilotlarimizga, ta'limga rahbarlik qiluvchi organlarga, hokimiyatga mana shunday hujjatlar tayyorlab berib turayapmiz. Bizning foydamiz juda sezilarli darajada bo'layapti. Shu prezidentimizning tavsiyasi bo'yicha maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi vazirligi hamda Respublika Nuroniy jamg'armasining qo'shma qarori bor. Shu qaror bo'yicha har haftaning 2-kuni maktablarda Nuroniylar kuni deb e'lon qilingan. Mana shu kuni biz maktablarga boramiz. Mana Bag'ot tumanida 52 ta maktab bor. Shaxsan mening o'zim 50 tasida bo'lganman shuni. 50 tasida. Ba'zan bizni xursand bo'lib kutib olishgan, ba'zan og'rinib kutib oladiganlar ham bor. Bu nafaqaxo'rlar nima qilib yuribdi deganlar ham bor. Ishga xalaqit berib. Ishga xalaqit berib. Lekin o'qituvchilar bilan suhbatda bizlarning bu nimamizni ish olib borish tartibimizni ne kadar ahamiyatli ekanligini tushunadiganlar ko'pchilik. Biz shu haligi nimani bilimni asrabon netkumdir oxir olib tuproqqa mı ketkumdir oxir degan ajoyib nima hikmatli so'zlar bor-ku. Biz shu prezidentning taklifiga mana shu vazirlikning o'zimizning Nuroniy jamg'armamizning mana shu takliflarga binoan shu ta'lim masalalarida bo'lib yordam berib yurganligimizdan benihoya xursandmiz. Farqat aka, mana inson borki, bu hayotda o'z o'rnini topishda, jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. To'g'ri. İnsanın mükemmel cemiyetten öz o'rnini topishda oilaning roli bormi? Bor, albatta. Albatta mening bugungi ahvolga, bugungi nimaga kelishimda mening turmush o'rtog'imning roli va ahamiyati nihoyatda katta. İsmlari? Kelgusi yil Xudo xolasa u bilan birgalikda yashayotganimizga 60 yıl to'ladi. 60 yıl to'ladi. 60 yıl to'ladi. Yaxshi, tabriklaymiz. Shu biz turmush o'rtog'imiz pedagogika bilim yurtida o'qib yurgan davrda mana o'zim Xorazm davlat pedagogika institutida student paytimda tanishganmiz. Shu uni oliy ma'lumot olishiga, keyingi mehnat faoliyatiga hammasiga shu qo'shqanot bo'lib birgalikda bir-birimizga suyanib bolalar parvarishimi, ta'lim tarbiyadami, boshqa sohami, hamma sohalarda maslahatlashib ish ko'rganmiz. Hozir ham shu bir kun, 2 kun bir-birimizni ko'rmasak, xafa bo'lib yuramiz. Sog'inib qolasiz. Sog'inib qolamiz shu. Sog'inib qolamiz. Shunday hayotni hammaga bersin, hammaga bersin hayotni. Turmush o'rtog'i berganligi uchun Alloh taoladan men umrbod roziman, xursandman. Hammaga ham mana shunday turmush o'rtoqlarini nasib qilsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Farqat aka, mana siz juda ko'p yillar ishlagansiz, uzoq muddatlar ishlagansiz, xalq ta'limining ikir-chikirigacha yaxshi bilasiz. To'g'ri. Hozirgi zamonaviy pedagog qanday bo'lishi kerak? Zamonaviy pedagog o'z ustida ishlaydigan xodim bo'lishi kerak. U yuqoridan beriladigan topshiriqlarni bajaruvchi emas, ijodkor inson bo'lishi kerak. Ijodkor bo'lishi kerak. Mana hozir shu ta'lim tarbiya sohasida maktablarning ishidagi asosiy kamchiliklar nimalardan iborat? Nimalardan iborat? Birinchidan mana biz
Nima sababli bu maktablarda davomat pasayib ketdi? Hatto o'tgan o'quv yilida prezidentimiz bundan qattiq xafa bo'lib, shu davomatni tekshirishni Milliy gvardiyagacha topshirdi. To'g'ri. Shu maktab agar o'zi normal ishlagan bo'lganda Milliy gvardiyaga ne hojat bor? Ta'lim tarbiya ishlari yaxshilanishi kerak. Darslar pishiq, puxtalik bilan olib borilishi kerak. Maktabdan tashqari mashg'ulotlar saviyasi yaxshi bo'lishi kerak. Bu har xil ko'rik tanlovlar, har xil kechalar o'tkazib o'quvchilarni qiziqtirish kerak. Shu o'qituvchilarni telefon ko'tarib yurish nimasidan odatidan maktabni o'zi chiqara oladi. Endi Farg'at aka, Labay. hozirgina aytib o'tdingiz, telefon to'g'risida bir gaplab o'tdingiz. Men ham bir shunday bu borada shunday o'z fikrim bor. Keyingi vaqtlarda yoshlar, maktab o'quvchilari ba'zanda maktab o'quvchilari hayotini telefonsiz tasavvur qila olmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ridagi fikringiz. Doğru. Bu esasen ata-onalarning befarqligi birinchi navbatda, ikinci navbatda ta'lim muassasalardagi ta'lim tarbiya ishlarining ba'zi hollarda sust olib borilayotganligi natijasi. Masalan, agar maktab davlat ta'lim standartlari asosida ta'lim tarbiya ishlarini olib borganida edi. Hozirgi repetitorlik kursi degan kurslarga hojat qolmagan bo'lar edi. Axir oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish imtihonlar ta'lim standartlari asosida o'tkaziladi-ku. Maktabda shu ta'lim tarbiya berilgan-ku. Endi Farg'at aka, hozir gapingizni bo'ldim, dardingiz bo'linsin. Evet. O'qishga kirishda bolalarning, maktab o'quvchilarining repetitorsiz kirib bo'lmaydi degan tasavvuri bor. Shu noto'g'ri. Endi bunday tasavvurlarning paydo bo'lishiga asosiy sabab shu baribir ta'lim tarbiya ishlarida sustkashlikka yo'l qo'yayotgan maktablar bor. O'zimizning tumanda ham mana shu hali maktablarda qatnashdik dedik-ku. Ba'zi maktablarda ertalab soat 9'da bo'lganimizda 10-11 sinflarda davomat o'ta darajada past ekanligini kuzatganmiz. 40-45 nafar o'quvchi o'rniga 5 nafar o'quvchi o'tirgan hollarni, hatto o'qituvchilar ham yetib kelmagan hollarni kuzatganmiz. Mana shular ham bu bolalarning telefona o'tib ketishine sabab bo'lishi mumkin ma'lum darajada. To'g'ri. Endi mana hozir ders jarayonida telefon o'ynaganligi uchun jarima degan nimalar bo'yicha takliflar bo'layapti. Bu to'g'ri taklif deb o'ylayman. Buni yig'ishtirib ders jarayonida olib qo'yish kerak mana telefonlarni. Umuman o'quvchilarga bu haligi qimmat telefonlarni olib berish, internetda har xil saytlarga kirib yaramas pornografiyalarni, boshqalarni ko'radigan, urush janjallarni ko'radigan, diniy ekstremizm bo'yichalik materiallarni ko'radigan nimalarni, telefonlarni olib qo'yish kerak. Telefon shu o'quvchilarning vaqtini o'g'irlaydi. Vaqtini o'g'irlaydi, albatta vaqt o'g'irlaydi. Ham telefondagi barcha yangiliklardan xabardor bo'laman desangiz, odamning umri ham yetishmaydi. To'g'ri. Umri ham yetishmaydi. To'g'ri. Biror ishga mukammal yopishib harakat qilsa, shundagina biror nimaga erishish mumkin. To'g'ri. Buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatov shu asrga tatigulik kun degan asarni 3 oyda yozib bo'lgan. 3 oyda yozib bo'lgan. To'g'ri. Bir kvartal deymizmi? Shu 3 oyda yozib bo'lgan. To'g'ri. O'sha 3 oyda yozishiga sabab qanday erishdingiz deb so'raganda, odam chalg'imaslik kerak. To'g'ri. Faqat bir ish bilan shug'ullanish kerak. To'g'ri. Odam bir ish bilan shug'ullansa, hamma narsaga erishish mumkin degan fikrga borasan kishi. To'g'ri. Shunday emasmi? To'g'ri. Mana aytganingiz to'g'ri. Bitta kelinim bor. 4 ta tilni biladi. 4 ta. Arab tilini biladi, ingliz tilini mukammal biladi, nemis tilini biladi. O'zimizda o'zbek tilidan tashqari. Yaxshi. Ana shunday. Keyingi vaqtlarda til bilishga juda e'tibor berilyapti davlatimizda. Sababi
chet elga borib ishlash imkoniyati paydo bo'ladi, to'g'rimi? Ha, Tilni to'g'ri. yaxshi bilsa. Masalan, Albatta. nemis tilini bilsa, Germaniyaga borib Ha, ishlashi shu. mumkin. Shu. Ingliz tilini biladigan bo'lsa, dunyoning ko'pgina davlatlariga borib ishlash mumkin. Hatto to'g'ri. Xitoy tilini ham o'rganishga hozir e'tibor qaratyapti. To'g'ri. Tilni bilmasdan hozir eshitib yuribmiz. Hattoki Rossiyaga borib qiynalib yurgan odamlarni. Ha, albatta, to'g'ri. Shu bu bizlarni hali viloyat Nuroniylar jamg'armasi raisi Rustam Sultonov aytadilar. Shu bizda kambag'al nima yo'q, bizda dangasa bor, ishakmaslar bor. To'g'ri. Maktabda shular siz aytgan nimalar ikkiga o'qigan. Nimani siz masalan aytaylik Rossiyaga ishlash uchun boryapsiz. Siz bu mamlakatning odamlar bilan gaplashishni bilmasangiz, o'zingizni himoya qilishni bilmasangiz, ish beruvchilar bilan dangal turib gaplasha olmasangiz, bu mamlakatning urf-odatlarini, an'analarini bilmasangiz, siz o'z huquqlaringizni talab qilib ola olmaysiz. Sizga eng yaramas ishlarni taklif qilishadi. Shuning uchun albatta bu chet elga borish bu ayb ish emas bu. Chet elga hali bu faqat O'zbekistonda emas, bu chet elga boradiganlar. Bu atrofimizdagi mamlakatlarning hammasida, barcha davlatlarda bor. Barcha davlatlarda bor. Hali Rossiyaning o'zidan bor. Boshqa Yevropa mamlakati istagan Angliya deysizmi, Germaniya deysizmi, Fransiya deysizmi, ular ham boshqa mamlakatlarga ketadi. Bu odam boshqa yerdan yaxshiroq sharoit izlab ketishi bu odamga xos narsa. Shuning uchun bu ayb ish emas bu. Lekin boradigan joyini tilini bilish kerak albatta. To'g'ri. Bu shu o'quv markazlari bu repetitorlik kurslarni o'rniga shu chet ellarga ketuvchi haligi nimalarni o'qitishni tashkil qilsalar ham yomon ish bo'lmas edi lekin. Farhat aka, tajribali pedagog sifatida shu pedagoglarga o'zingizning fikrlaringiz aytadigan. Mening pedagoglarga aytadigan nimam, siz bir ajoyib kasbni tanlab olgansiz. Bu Xorazmda bir uzoq yillar Xalq ta'limi boshqarmasining boshlig'i bo'lib ishlagan Matrasul Xudoyberganov degan bir inson o'tgan. Shu insonning bir tabarruk so'zlari bor edi. O'z hayotingni o'qituvchilik kasbiga bag'ishladingmi? Unga sodiq bo'l. Doimo izlanishda bo'l. O'quvchini o'z farzandingdek ko'r. U bilan yakka tartibda ishlashdan qochma. Degan so'zlari bor edi. Men maktab direktori bo'lib ishlagan paytlarimda buni o'qituvchilar xonasiga yozib, oxirida Matrasul Xudoyberganov deb yozib qo'yganman. Ana shunday ajoyib inson o'tgan edi. Bu kishi maktablar ishini o'rganish uchun faytonlarda yurar edi. Bu vaqtda mashina yo'q edi. Shu faytonlarda bir nimadan viloyat markazidan maktablarni o'rganish uchun chiqib ketsa, haftalab tumanlarda yurar edi faytonda. Faytonning orqasida haligi Go'rinjaning nimasi, to'plami o'zi haydab yuradi. Shunday insonlar bo'lgan. Xalq ta'limini rivojlantirish uchun. Farhat aka, faqat xalq ta'lim bilan ishlash bilan chegaralanib qolmasdan yana hokimiyat organlarida ham juda ko'p yillar ishladim. Savol tug'ilib qoldi Farhat aka, avvalgi partiya komitetidan shu. Hozir biz hokimlik. To'g'ri. Qanday farqi bor? Bo'ladi. Men bu Xorazm davlat pedagogika institutini bitkazishdan tashqari yana Toshkent Oliy partiya maktabi degan maktabdan bitkazganman. Shu maktab paytlar faqat rahbarlar o'qir edi. Rahbarlar o'qir edi, rahbarlikka nomzodlar o'qir edi. Mana shunday joyda o'qishimning ham asosiy sababi bir Leninza Askarova degan bir ajoyib inson bo'lgan. Bu Xorazm oblast partiya komitetida ishlagan. Bor hazram. Shu ishlab bir sabab bilan bu bizni qishloqqa borib qoldilar. U vaqtda siyosiy o'qishlar degan o'qishlar bor edi.
bu kolxoz reisinden tartıp onun orunbasarları, buhalterler, brigadirler, iş kılıp faallar okur idi. Şu ben propagandist edim, okutuvchi, targ'ibotchi edim. Şu tesadüf bilan Lenin Zappa beni mashg'ulotimga kirib qoldilar. Kirib qolgandan keyin nimani mashg'ulotni o'tkazib bo'lgandan keyin Farhat dedi, ertaga sen dedi Hazarovskka Abdulla Baltayev degan birinchi kotib boshini oldiga bor dedi. Ben telefon qilib aytib qo'yaman dedi. Seni bilim jamiyatiga kotib qilib ishga oladi dedi. Endi to'g'risi u paytda yo'l azobi haligi hozirgidek avtobuslar yo'q, mashinalar yo'q. Qiyinchilik bordi keldi, qiyinchilik bo'lgandan keyin men bora olmadim. Lekin bu opaning esidan chiqmagan ekan. U menga keyinchalik ham g'amxo'rlik qildi. Şu Oliy partiya maktabida o'qishimga, keyinchalik partiya komitetida ishlashimga g'amxo'rlik qilib 1970-yilda Bog'ot tumani qayta tashkil bo'ldi. Shu qayta tashkil bo'lgan paytda meni birinchi kotibga yordamchi lavozimiga ishga olib bordilar. Maktab direktorligi lavozimida shu yerga bordim. Endi to'g'risini aytish kerak, qonun bo'yicha davlat hokimiyati organi bu rayon ijroiya komiteti edi. Bu raykom degani bu siyosiy tashkilot. Hozirgi bizda 5 ta partiya bor-ku. Mana shu partiyalarga o'xshagan siyosiy tashkilot, lekin kommunistik partiya deb aytilgan. Lekin yakka bosh partiya bo'lganligi uchun bu ijro qo'mini vakolatlarni o'ziga olib qo'ygan edi. Demak, yakka hokimiyat. Yakka hokimiyat edi, yakka hokimiyat. Uni aytgan degan. Shu degan. Bu kadrlarni bo'shatish, kadrlarni ishga olish hammasi bu partiya komitetini qo'lida edi. Ijroqo'm vakolat bo'yicha undan yuqori tursa ham ijroqo'mning raisi partiya komitetini tavsiyasi bilan tayinlanar edi. Byuro a'zosi. Byuro a'zosi sifatida qatnashar edi. Ana shunday nimalar bo'lgan. Bu rayon partiya komitetining kotibi deganda umuman bu sudmi, prokurormi, bu nimami boshqa organmi, hamma qaysi organ bo'lsa ham bo'ysunuvchi nima edi. Ana shunday şu sharoitda men 20 yildan ortiq ishlaganman. 1-2 yil bir xo'jalik raisini muavini sifatida tumanimizdagi G'alaba jamoat xo'jaligidan ishlaganman. Farhat aka, hurmatli teletomoshabinlarga o'zingizning tilaklaringiz. Mening tilaklarim mana mamlakatimizda hozir barcha sohada islohotlar ketyapti. Mana şu prezidentimiz atrofiga mustahkam jipslashib, şu O'zbekistonimizni yuksaltirish yo'lida qo'limizdan kelgan imkoniyat darajasida faollik ko'rsatib, mamlakatimiz dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishini, ulardan ham o'tib ketishida faollik ko'rsataylik. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Ailelerimizde tinchlik, farog'atchilik, bola chaqalarimizni rivojlanishiga hissa qo'shaylik. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Ana shunday. Rahmat Farhat aka. Qadrli teletomoshabin do'stlar, biz bilan suhbatda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi alasi, O'zbekiston Respublikasi birinchi darajali mehnat faxriysi, bog'otlik Farhat aka Jabbot bo'ldilar. Farhat aka, avvalambor shu qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz bilan suhbat o'tkazayotganingiz uchun yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlaringiz barvardan kelsin. Xalq xizmatida yuribsiz. Yuzingiz yorug' bo'lib, uzoq yillar ishlash sizga nasib qilsin. Rahmat sizga, bu telekanal xodimlarining barchasiga uzoq umr tilayman, sog'lik, salomatlik tilayman. Mana eshittirishlaringiz rang-barang bo'lib, bu muxlislarga yoqadigan eshittirishlar ko'p bo'layapti. Ijodingiz so'nmasin, qalamingiz shunday o'tkir bo'lsin.
Şu Xorazmni şanı şevketini, O'zbekistonning şanı şevketini müstehkemlashga o'zlaringizni hissangizni qo'shish hamisha sizlarga yor olsun. Alloh Teala'dan barcha yaxshiliklarni tilayman sizlarga. Rahmat. Sağ olun. Qadrli teletomoshabin do'stlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni nihoyalaymiz. Keyingi jumagacha xayr, salomat bo'linglar.